Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bizni Xorazmdagi safarimiz davom etyapti. Biz hozir mana Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumaniga keldik. Tuproqqal'a tumanida mana bizni YouTube kanallarda, Telegram gruppalarida kuzatib turadigan hoji onamiz borlar. Bu inson bizni o'sha YouTube kanalimizdagi videolarni ko'rib, moli dastlab kasal bo'lgan vaqtida o'zi aloqaga chiqdi. Shunda biz aytgan ko'rsatmalar bo'yicha molini o'zi davolatdi. Mana e'tibor bersak, yonidagi bolasi ham sog'aygan holatda. Hoji ona, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bu qachon boshlangan edi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli mahalladoshlar, yalabtoshlar. Shu molimiz 27-avgust kuni ertalab 5-6 joyda toshmalar paydo bo'ldi terisida. Keyin daromad sizning YouTube kanalingizga kirib, ana shu qilib turgan muolajalaringizni qiziqib ko'rib, keyin o'zingiz bilan aloqaga chiqib, siz qilgan shu qilgan lecheniyalarni vaqtida sxema lecheniya asosida davolatdim. Shu dorilarni o'zim olib kelib, o'zimizning qishloqimizning veterinarini chaqirib, o'qib o'rdirdim. Fosfavit, kefin, Seftaklin-da, o'sha uchalasini. Bugun soat kechki 6 da qilgan bo'lsak, ertaga kuni yana soat 6 da qilib, ana shu sxema lecheniya bo'yicha 4 kun, 5 kun davolatdim. 24 soat 4-5 kunda? 4-5 kunda, Xudoga shukr. Avval boshlab shifo Allohdan. Albatta, albatta. Sizlarning shu maslahatlaringiz bilan shu molim shunday yaxshi, ahvolim yaxshi, kayfiyatim yaxshi, o'tish ham yaxshilanib oldi. Xudoga shukr. Xo'jalikda hojona hozir shu ikkita mol bor xolos, ha? Ha, bu kasal bo'ldi, bunisi kasal bo'lmadi? Yo'q, yo'q. Bu kasal bo'lmadi. Bunga nima qo'lladingiz? Bunga shu fosfavit qildingiz-da, to'g'rimi? O'zimizcha fosfavit qildik unga. Yuqmasin, vitamin ko'paysin, immunitetni ko'tarish maqsadida ko'payib olsin deb o'zimizcha. Hurmatli kuzatuvchilar, mana agar e'tibor berib turgan bo'lsalaringiz, oldingi videolarimizda eng og'ir holatdagi xo'jaliklardagi hayvonlarni ko'rsatdik. Ya'ni ularni masalan biz birinchi kirib davolaganimizdan tortib, shu Allohning izni bilan sog'ayib ketganligigacha bo'lgan videolarni joyladik. Mana endi hozirgi video lavhamiz bu birinchi kasal bo'lgan hayvonga xuddi o'sha sxema asosida qo'llanilgan mol mana 3 kun, 4-5 kunda sog'ayganini ko'rib turibmiz hamda mana yonidagi bolasiga o'sha fosfavitni qo'llagan, ya'ni immunitetni ko'tarish uchun shuni hisobidan mana bu molga kasallik yuqmagan. Ya'ni bu yerda ko'pchilik kommentariyalarda savol beradi yoki bo'lmasa telefonlarda ko'p savol beradi. Ya'ni bitta xo'jalikda masalan 2-3 ta mol boqiladi. Misol bitta mol kasal bo'ldi, ikkinchi molga kasallik yuqadimi 100% yoki bo'lmasa kasal molni davolaydigan sxema lecheniyada sog'lom molga ham qilsa bo'ladimi degan savollar juda ham ko'p. Hozir mana shu yerda shu video lavhada tushuntirib o'tmoqchiman. Ya'ni xo'jalikda bor ikkita mol, bittasi kasal bo'lgan, ikkinchisi kasal bo'lmagan. Kasal bo'lgan mol sxema asosida davolanadi. Sog'lom molga bo'lsa faqat o'sha ishtahasini pastlatmaslik uchun, immunitet sistemani ko'tarib turishlik uchun bularga fosfavit, ya'ni o'sha vitamin B kompleksli ukolni qilib tursa, immunitet ko'tarilganligini hisobiga kasallik yashirin davridayoq bartaraf bo'lib ketadi. Hoji ona, endi mana Xorazmga bo'lgan safarimiz ham xudo xolasa bugun yakunlanib qoladi. Xorazm xalqidan biz to'g'risi juda ham xursandmiz, juda ham bir mehmondo'st, hali shirin suxan xalq. Biz shuncha ko'rsatgan masalan yordamlarimizga, qilgan xizmatlarimizga biz mingdan ming rozimiz. Albatta hammasi Allohning izni bilan bo'ldi. Endi hoji ona, bizga bir yaxshi duo qilsangiz, xudo xolasa safarlarimiz yakunlanib qoldi. Shu xalqimiz tinchligini so'rab, doktorlarga nima deydi, hali bir yana ham shijoat, mehnat, g'ayrat so'rab bir duo qilib bersangiz, endi bizga ruxsat. Sekin sizlar uchun shu umrim boricha duodaman. Nechun desang, shu mol endi Xudoga shukr biroz o'qil urdursam nechik bo'ladi, urdirmasam nechik bo'ladi deb shuni ikkilandim. Keyin nima bo'lsa mana aytdim, urdirayin. Yotib qolganini atib qol dedi-ku. Keyin Xudoga shukr shifo Allohdan avval boshlab. Shunga sizlar sababchi bo'ldingiz. Kanallaringizdan ko'p narsalar o'rganib oldik. Shuning uchun
hamma vaqt jonlaringiz sog' bo'lsin. Oilangiz tinch bo'lsin. Rahmat hojiona. Farzandlaringizning baxtini, taxtini suyanib yurish nasib etsin. Amin. Ilohi amin. Allohim barakat bersin, ko'p bersin. To'y tomoshalar Amin. bo'lib, topganlaringiz yaxshi kunlarga buyurib, o'ynab, kulib, suvchilik bilan yemak ichmak nasib Amin. etsin. Amin. Xudojonim oltin boshingiz omon bo'lg'ay. Tuproqsangiz oltin bo'lg'ay. Amin. Neda bo'lsangiz ham yo'llaringiz bexatar bo'lg'ay. Alloh yoringiz bo'lsin, Amin. birla madadkoringiz bo'lsin. Amin. Shu elda aziz bo'lib, hamma shu o'ylagan murod maqsadlaringizni Allohning o'zi yetirsin. Amin. Dekonchiligimizga, chorvamizga, parrandamizga, dasturxonimizga, umr yo'limizga Allohimiz barakatini bersin. Amin. Mingdan ming rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. Xudojonim hamma shu xonadonlar sizlar yaxshi kun deb kelgaysizlar. Amin. Hech qachon yomon kun bo'lmasin. Amin. Chorvamizning ham barakasini bersin. Amin. Amin. Ilohi umringiz uzoq bo'lsin. Amin. Umringizdan barakat toping. Butun mana shu elatimizda kasalchiliklar yo'q bo'lib ketsin. Biron bir Allohning sinovida arkalari yarashsin, izlari yarashsin, xayrli bo'lsin. Ilohi amin. Allohu akbar. Allohu Sizsangiz akbar. yo'lingiz ham bexatar bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat hojiona. Salomat Yaxshi yerda bo'ling, ko'rishaylik. Rahmat. Sog' Yaxshi, bo'linglar. rahmat. Katta sog' bo'ling.